Ayollar haddini bilsin birodarlar. Ayolni jannatga kirishligiga 3 ta shart. Allohning ibodatini qilsin, namozini o'qisin, ro'zasini vaqtida tutsin, erini rozi qilsin, jannatni xohlagan 8 ta eshigidan kirsin deganlar. Ibodatni zo'r qilsin, ro'zani zo'r tutsin, norozi bo'lsa bu ayolga jannat eshigi bekiq. Har qanday holatda kira olmaydi, chunki 3-shart eri rozi bo'lishlik kerak. Xotin, baraka top, umringdan baraka top. Seni tarbiyalagan otangga rahmat, onangga rahmat. Senga uylanim, men shunaqa farog'atda yashadim. Rahmat senga. Hurmatimni qilding, xizmatimni qilding, lekin shunda ham ba'zi bir paytlarda qadring yetmay baqirib qo'ydim, so'kib qo'ydim, mendan rozi bo'l. Men sendan roziman xotin, Xudo rozi bo'lsin degan gapni oladi. Jannatni 8 ta eshigidan tanlab qarang.